Bobur aka, nima qilyapsiz? Kobulchi bratlarimizga ajoyib lifehack bu. Ushbu videoga like bosib, obuna bo'lib ketishsanglar ko'rsatib qo'yamiz. Mayli aka, ketdi unda. O'zini pavorotnigi bilsanglar, mana bunaqa sariq rangda yonadi. Biz buni blackga almashtirib bermoqchi biz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar manfaatli bo'ladi. Bunaqa juda ko'p mashaqqat talab qilinmaydi. Yupqaroq narsa topasizlar. Shpatilmi? Menga shpatil qulayroq. Qilib olib olasizlar o'zinikini. Orqasida hech qanaqa muammosi yo'q. Buraysizlar chiqadi. Lamchkasi ham xuddi shunaqa. O'zinikini olasizlar, shtekeri joyiga tushadi. Yonish jarayoni. Men buni yanada mustahkamroq bo'lishi uchun обязательно izolenta qilib olaman, чтобы suvdan, yomg'irlardan, har xil narsalardan asrab avaylaydi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, albatta obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Sizlarga lifehack ko'rsatamiz deb qo'limizda ham qonatib qo'ydik. Xudo xolasa обязательно obuna bo'lib ketinglar.